Va shu yakalar nima deysizlar? Endi ishi ozmuncha bor aka. Pol, patolog, shpatlyovka. Usta bir 2-3 kilo tugatib qolamiz, xudo xolasa. 2 kun, 3 kun aniq aytaydi. 3 kun. 3 kunda tamomlab beramiz, xudo xolasa. Xo'p, 3 kun bo'lsa, xizmat haqi necha pul bo'ladi? Aka, 3 million bilan bitkazib beramiz. Kelishtiringlar. Aka, mehnatini ko'rib turibsiz-ku. Rozi bo'lavering. Chiroyli qilib beramiz. Kelishdik. iltimos yo'llarim yorib yarim kecha uyga qaytyapti erkak o'zin ovutishga xasta ovozda eski bir qo'shiqni aytyapti erkak oy sendan iltimos yo'llarim yorib yarim kecha uyga qaytyapti erkak o'zin ovutishga xasta ovozda eski bir qo'shiqni aytyapti erkak sevganiga Gap yo'q. Pullaringiz ber aka. Necha kun bo'ldi? 5 kun. Necha kun degansizlar? 3 kunda. Nimaga chiqarib turolmadinglar? Endi sal kamkosti bordi, shunga sal cho'zilib qoldi-da. Xo'p, qanaqa kelishamiz endi? O'sha aytgan summangizni bersangiz yaxshi bo'lardi. 3,5 million. Rozi bo'lasizlar bo'ldi. Aka, bu yerda sal ko'proq-ku. Mehnatlardan rozman aka. Halol ho'kiz ishlaringlar. Rahmat sizlarga. Tushungan odam ekansiz. Lekin biz lavh solgan pulni bera qoling, ortiqchasi kerak emas. Men roziman aka. Sizlar ham rozi bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Onasi, ustama pul ber. Qancha? 3,5 million. Nimaga bunaqa ko'p? Dadasi, nimaga ustalarga har safar ko'p pul berasiz? Mashina ustaga ham ko'p pul bergandingiz, bugungilarga ham ko'p pul berib yubordingiz. Bilasan xotin, dadam har doim ustalarning o'zi hisobga olmagan ishlari, qiyinchiliklari chiqib qolishi mumkin va buni bizdan talab qilishga yuzlari bo'lmasligi mumkin, uyalishlari mumkin derdilar. O'shani hisobiga sen ko'proq pul berginki, haq ustimizda qolmasin derdilar. Mana bugun o'sha qoidaga rioya qildim. Ko'rding qancha ishlashdi. Ko'proq pul berdimki, Alloh bizga barakasini bersin.